Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Dangal savdo kanalimizning obunachilari. Sizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan shaddiy chorva ishqibozlari. Zot mol bo'g'oz sigir ko'chat xonajin ishqibozlariga qadrdon sizlarga bugun turlisidan bir 15 ga yaqin bir chiroyli mollarimiz bor. Gibrid zotlar, gibrid semental sigirlar, tayyor tuqqan sigirlarimiz bor, ro'zg'orbop sigirlar bor. Bo'g'ozlarimiz bor, puli yengil, juda yengil bo'ladi. Bo'g'ozlar holatiga yarasha mahlayitlar, yosh xonajinchalarimiz ham bor mana. Oxirida 2 ta turibdi. Chiroylilardan bor. Xohlasa qo'ldan ketishlarga ortib beramiz. Videomiz akalar bo'lyapti 3 ko'prik tuman, Farg'ona viloyati 3 ko'prik tumani Boboshbek qishlog'idan. Bugungi sanamiz 3-noyabr aka. Akalar, hafta kuniga dushanba. Mana. Mollarimiz xohlasa Mirzo Ulug'bek ukamizda. Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Xudoga shukr. O'zi yaxshimi? Turlisidan terilibdi, xohlasa. Narxlanchiroq aytamiz, yaqin qilib. Xudo xolasa holatiga yarasha qilib. Zotiga yarasha qilib aytiladi hammasi. Bu bo'g'ozlar ko'proq bo'g'oz edi hozir. Ha, deyarli bo'g'oz aka. Deyarli bo'g'oz. Bo'lsa nechtasi bir gumoni bor, ikkitasimi gumoni bor. Ikkitasi gumoni bor. Qo'yani bo'g'oz naq. Ha, qo'yani naq bo'g'oz tekshirtirilgan. Yoshlardan ham bor, ikkita. 3 ta yosh xonajinchamiz bor. Aha. Bola qarasi bor. Bular tayyor tuqqan ina bola sigirlarimiz. Ikkitasi ham boshidagilar. Aha. Mana bolalari novoscha ekan, hammasi ikkosi ham. Ha, buqacha ekan mana. Ko'raverasizlar, gibridlar ekan mana. Semental gibridimiz. Shvedga gibrid bo'lganmi, galishtin gibrid shunaqada uchasida bo'ylari 1.50 ga yaqin. Mana, molimiz juda yaxshi holatda. Mana, istagan tuyoqligi mana. Nechinchi bolasi ekan bu? Birinchi bola. Birinchisiga. Sutlari yaxshi beryaptimi? Sutga mo'ncha deymiz, mol kecha kirib kelgan. Ha, kecha betgan. Mo'ncha sutga javob deb garantiya bera olmaymiz. Ha, o'rtacha qancha desa bo'ladi? 10-15 ta sut beraveradi. 10-15 ta beraveradi, indami ya? Dimlarni ich quloqlingan yo'q. Ha, jicha qarov bo'lmagan ekanda, ega jetida, dehqonda jicha qarov bo'lmagan ekan. Lekin ammo bu mol bir 10 kundan keyin boshqa mol olib ketadi. Xudo xolasa o'ziga kelib, chiqib o'ziga kelsa, butunlay boshqa mol bo'ladi. yo'l charchoq turibdi baribir. Bitta yetalab qo'yilgan shunisidan. Bolasi novoscha. 3 oy atrofida bolasi. Asha chekkaga yetaveramiz. Ashunday ketaveramiz. Cho'ning sog' bo'lgan. Xo'pkalar yuraveramiz. Mana. Chicha qarov bo'lmagan ekanda. Semental gibrid yaxshi mol ekan, lekin tikiligi boylari, holati juda yaxshi, qarov bo'lmagan. Tuyog'i 4 ta suskasi ham yo'q butun. Ish holatida so'skalar juda zo'r a. So'skalarning katta ekan lekin mana. Bo'g'oshligi hamma yo'g'i zo'r mana. Dimlangan, hech qanaqa bir dimlangan yo'q, pardozondoz qilingan yo'q, hech qanaqa. Mana. Ko'rib olasizlar, Mirzo Ulug'bek ukamizda semental gibrid. Nech pul deymiz mana shuni? Nima? Ukaxon? 45 million so'm kami bor ena bolaga. 45? Kami bor. 45 million ena bola tayyor a, 3 oylik novoscha bolasi bilan. Yopishtirib yetaylik, yopishtirib chiroyli qilib yeting. Kamini bor qilib. Oldi qo'shganimiz aka 43 millionga ketdi. Ketdi, xolos. Dastavkalar nima deymiz? Dastavkasi Toshkentgacha biz bo'ynimizda. Bo'g'ozligi aka buni egasi ichida buqa yurgan deb berdi. Ha. Lekin 100% bo'g'oz deb bera olmaymiz. Berib bo'lmaydi. Gumoni Gumoni bor a? Gumoni bor. Yaxshi mana. Qochib qolsa bu a? Xudo xolasa. Egasini Baxti bu. 43 million? Ketdi 43 million. 43 million dastavkasi ichida, Toshkentgacha. Bo'ldi. Toshkentdan u yoqqa kelishamiz. Savdo, ozmas savdosi bo'ladimi? Dehqoniga? Bo'ldi. Joning sog'lik. Ehtiyot bo'lamiz. Bog'lab. Mana. Video davomida agar mana gibridlar ham bor. Asizki tozalar, qochganlaridan bo'ylari 1.40 atrofida. Nos 1.30 atrofida, mana 1.25-30 lar mana. Voy, bu yengil sigirlar bo'ladi, hali bo'g'ozlar. Nari yoshlardan ham, xonajinchalar, kichkinalardan ham bor. Qisqacha chiroyli yoritib o'tib ketamiz hammasi. Xo'p, bu nechinchi bolasi ekan bu? Bu 3-bolasi. 3-siga. Qonnada 4-siga bo'g'oz. Novoscha ekan. 4-siga bo'g'oz. Qonnadagi 2,5 oylik aka. Местный raskini yaxshilardan ekan a. Bo'ylari 1.25-30. Ha, dimlangan yo'q. So'skalar yaxshi. Hamma yo'q butun aka. So'skalar yaxshi holatda deyilyapti.
Ustuni qancha deymiz misol o'rtacha? Aka bu sog'lik yaxshi 10 ta oshib 10 ta oshig'i ilaveradi. 10 ta garantiyasi bo'ladi. Garantiyasi bor. Yaxshi. Dimlanib boshqa qilingan yo'q. Bo'g'ozliga qancha deymiz? 2,5 aka bu. Naqa? Naq. Ishonarli, ha? Behijon. Bo'ldi. Garantiyasi bor. Hammasini o'zingiz qilib tekshirtirib oldi. Joning sog' bo'lsin. Siz Yaxshi. 8 kurak aka. 8 kurak tishi bor. Bosib netib bosh qo'ymagan. 8 ta qilich. Ichidan qondan yaxshi tuv beraveradi-da. Ha. Behijolat, ha? Bemalol. Ustini sog'ib Bemalol. 1-2 yil bemalol ishlatsa bo'ladi bu sigir. Yaxshi. Ro'zg'or bo'lsa sigir bo'ladi. Bolasini olsa. Nech pul deymiz? Buni aka 37 million so'm kami bor. 37. Yopishtirib aytaylik, yopishtirib. 36 million so'm. 36 kam bo'ladi. Savdosi bo'ladi. So'ra qolib so'ra. Xudo xohlasa dastlabkasi o'ylanmasin, ha? Dastlabkada muammo yo'q aka. Qani. Voha tarafdan ham telefon qilishsa, yuzib olishsa kelishaveradi. Xudo xohlasa voha tarafga ham ketilaveradi, ha? Ketaveradi aka. Bo'ldi. O zotlar ham bor hali. Bo'ldi. Voha tarafga ham bemalol dastlabga jup olinsa deyapti. Kelishiladi. Toshkent u yog'iga oz-moz kelishiladi. Nimasi yo'q. O'zimizda texnika bor deyildi. Mana. Gibridlar mana. Rossiyskiy yaxshilardan mana. 36 kam bo'ladi, ha, xudo xohlasa. Kami bor aka. Bo'ldi. Olib qo'y. Joning sog' bo'lsin. Uchovsi ham o'ziga yarasha yaxshi mollarga ham taylan ko'rsatadi. O'z-o'zgalarga qarang. Voy. Ostini qarang, osti. Joning sog' bo'lsin. Buni qaraydi. Gibridlar, ha, semental gibrid. Bo'g'ozlar. Bo'g'ozlar bunisi? Bu 2 oylik bo'g'oz aka. 2 oylik, naqa 2 oyligi? Garantiyasi bo'ladi. 2 oydan oshgan dedi, 2 oylikka olishaversin. Mana. Bo'ylari bro 35-40. Ba'dan o'tda ko'rsatamiz. Tishimiz bor. Tishi o'zi kuragi yo'q. Kurak yo'q. Toni ham yaxshi ekan, o'zi ham yaxshi, eti ham yaxshi ekan. Yaxshi mol ekan haqiqatan. Narxini aytamiz, chiroyli qilib, bo'g'oziga yarasha qilib. Aka buni 40 million, 45 million oldi qo'shib qilish kerak yo'q. 38 millionga ketdi. 38 deyapsizmi? 38 ga ketdi. Mana savdosi bor, savdo qilishaveradi. Savdosi bilan bitta eting yopishtirib, Ketdi 37 million. 37 ga dastlabkasi ichida. Ichida. Bo'ldi. Savdosi oz-moz bo'ladi yana. Dehqon akalarimiz shoshilgan, bo'g'oziga naqa ekan, haqiqiy yaxshi mol bo'ladi, katta. Yana o'sadi bu, hali yetilguncha yanada kattalashib yeta oladi. Sementallar bilasizlar, gibridlar juda zo'r chiqadi, gibridlashsa yaxshi mollar bo'lib yetiladi. Bo'ldi, bog'lab qo'yamiz. Kam bo'ladi, xudo xolasa. Dastlabkasi bo'ladi. Joning sog' bo'lsin. Shu uchovsi haqiqatan bir joyga olinsa yaxshi mollar bo'ladi. Ularda bitta bomba narx ham qo'yib beramiz. bo'ldi, bir jupiga, Jupiga uchovni bitta joyga. bo'ldi. Zot olaman deganlarga. Yaxshi. Bular nima deymiz? Gumoni bormi endi bular? Bu oyda 20-oktyabr kuni urug' qo'yildi. 20-oktyabr kuni. Urug' qaysi urug'dan qo'yildi? Toza semental qo'yildi. Semental qo'yildi. Toza semental. Zo'r. Bo'ylari bro 30 atrofidagi semental gibridimiz. Joning sog'. Joning sog'. Tagi o'ta zo'r ekan. Mana shu oq yildan oq so'slik. Nima yo'q ekan, kim oldi? Zo'r. Nech pul deymiz mana shuni? Shikozi. 32 million so'm kami bor aka. 32. O'ziga bo'lsa 32 million so'm kami bor. To'g'rilab, bitta to'g'ri ayting, to'g'rilab qo'ying. Tars ayting. Bo'ldi 30 millionga ketdi. 30 millionga 31 ham emas, 30 millionga ketdi mana. ketdi mana. Dastlabkasi ichida. Dastlabkida muammo yo'q. Xudo xolasa. Bu texnika o'zlaridan tasdiq qilib beradi. Bo'ldi, baylaveramiz. Suraveringchi. Joning sog' bo'lsin. Endi baylanadi shekilli. Zagonda yurganmi şeyda? Yaxshi. Mana rossiyskiyni o'zigachasi. Joning sog' bo'lsin. Turish. Aysa eskilardan juda zo'rdan bo'ladi. Aysa orqaga ketib juda zo'r ekan. Kelgan bo'ladi, haqiqat. Fotoğraf.
Qo'ylar biri 30 atrofida. Nima bu? Qochma xonajina. Bu Qochgan aka bu. bu gumoni bormi qochgan? 27-kuni qo'yilgan. 22-oktyabr. 27-oktyabr. 7-oktyabr. Bir haftalik farqi bor ekan bu. Ha ha ha. O'zimiz qo'ydik bularni. Qo'yildi, bu qo'y qo'yildi bu. Aha, bu buqadan qochdi. Yaxshi, rossiyskiy bor ular. Jonim. Alqa endi tushira bo'ladi. Stakan tuyoqling ko'rib olamiz. Yaxshilar. Vallahi hamma yo'q degan. Bo'ylar bir 30 atrofida olamiz. Rovni atrofida. Haqiqat keti juda zo'r. So'zkalar ham yaxshi. Nech pul deymiz mana shu? Bunaga 30 million so'm. 30 deyapsizmi? Ha. Yopishtir. Yopishtirib yeting, yopishtir. 29 million 500 ga ketdi. 29 million deyapsiz-da endi. Yopishtirib yetavering. 29 uringchi. To'g'ri yetaveringchi qani. Ishqivoziga albatta, yo'qsa 29 ga ketdi. aloqaga chiqishadi, xudo xolasa. Mana. Joning sog' bo'ling. Bog'laveramiz. Mana terildi haqiqat. 35 30 atrofida. Gibrid rossiyskilar. Bunisi местный rossiyskini. Yaxshilardan, ro'zg'orbob sigir bo'ladi do'kondan. Xonajinimiz, bo'g'ozimiz. Bular ham kecha payt kelgan ishlovini berib, boshqa qilingan Ha, yo'q. nima qilingan yo'q, pardozandas qilingan yo'q-da. Charchola turibdi bo'ldi. Chiqaramiz. Jonim sog' bo'ling. Bo'ylar 1.25 atrofida. Necha oylik bo'g'ozligi? 7 oylik aka bu. 7 oylik naq. Naq. To'xtang, to'xta. O'ta so'zkalang o'sha. Kuragi yo'q. Yo'q. So'zkalar. Yaxshi, 5-so'zkasi ham bor ekan. Baraka so'zkasi. 1.25 atrofida 7 oylik. 7 oylik bu. Nech pul deymiz? Mirzo-Ulug'bek. Bunaga 25 million so'm kam bor aka. 25? Ha. Kam bo'ladi. 30 va 25 million so'm kam bor. Sodasini olishaveradi. 7 oylik bo'g'oz naq. Naq 7 oylik bo'g'oz. Yaxshi, ro'zg'orbob sigir bo'ladi, juda zo'r, ha. Ya'ni 2 oydan keyin Ha, 2 oydan keyin. yangi yilga juda bir, ha. Yangi nima bilan bo'ladi. Sutni ham beraversa kerak o'rtacha. Beradi aka. Buni 10 ta 12 ta beraversa kerak. O'ynatib beradi, yengil. Yengil, ha. Zo'r, 25 million savdosi Bor. kami bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ldi, aloqaga chiqib olasiz dastlabki hamisha Ha, 24 million sodasini qilyapsiz aka. 24 million kam bo'ladi. Kami bor. Bo'ldi, 25 million bor. bo'ldi. Narsa bir kamini so'raganimga Maqsad sotish aka. sotishga, pulni yetishga, xudo xolasa. Reklama bor. Dunyo qolmaydi bu mollardan, ha. To'g'ri. Hozir qolsa bo'ldi buni. Chunki zot ham emas, puli ham qimmat ham emas. Bo'ldi, bog'laveramiz. Jonim sog' bo'ling. Netta. Ikkita yaxshi ola qorasidan bor ekan. Uni ajinchalarimiz. Ko'rdingmi, o'rtanisi mana buni sal yaxshiroq ekan. Shu o'rtadagisi. Bu sariq necha oylik endi? Bu sarıga 5 oylik. 5 oylik. Nari qorasichi? Bu aka 6 oylik. 6 oydan, ha. Aha. Bular yengil bo'ladi, bular holatiga. Yuvoshligi ham mana joyida aka. Qilt etmaydi. Bo'ldi. Bunisi ham yuvosh aka. Jonim sog'. Ko'raverasiz, so'zkalar joy-joyida turibdi. Og'riq ekan, lekin bo'g'ozligi naq ekan. Qarov bo'lmaganda, biror joyda. Yaroy mollarda aka. Yem yemagandir hali ular, ha? Yo'q, yem ko'rmagan. Nima? Ular bog'lab 2 oy qaralsa, haqiqatan ham zo'rmonlar bo'lib ketadi. Sigir bo'laveradi, yaxshi sigirlar. Bo'ylab 1.25 atrofida bu bo'g'oz. Necha oylik edi bu? Bu 5 oylik aka. 5 oylik, ha. Nech pul deymiz narxi? Narxi aka o'ta bomba buni. Bombalashtirib olaylik qani. Katta 17 million so'm. 17 ga vodiy bo'ylab dastlabki. Dastlabkidan muammo yo'q. Bo'ldi. 6 oylik deyapsiz? 6 oylik. Yo'q, 5 oylik. 5 oylik, ha. Qariyli 6 oylik. Bo'ldi. Yana savdosi bo'ladi. Yana savdosi bor aka. Bo'ldi. 17 million. Kami bor. Xudo xolasa, bo'ldi. Xudo oboraychi bular nech pul deysa ekan bular? Shuncha deytvarsiz, narigilar juda arzon aytasa ekan. Ha, ularni ham bomba qo'yamiz. Birinchi qorin, ha, kuragi yo'q. Qorin chiqib yo'q. Mana ketdik.
8 ta, 10 ta, 12 ta endi zoti bo'lsa, ozma zoti bo'lsa 12 dan oshib beradi. 8 ta, 10 taga o'ylayverasizlar, lekin bu pulga yaxshi narx yetilyapti haqiqiy. Hop, bo'lsa endi martga borib tuvarkan. Asl zo'r sut talab kuchli bo'lgan paytga borib tuv beradi sizlarga, mana chiroyli qilib. Ro'zg'orroq sigir bo'ladi, xudo xolasa. Bu 6 oydan bular? 6 oydan. Naqa? Ikkinchi qoringa. Mana soskalar, qora yelin, qora soska. Molimiz. To'ri soskasi ham joy-joyida. Ha, butun hamma yo'q. Butun, xudo xolasa. Aybi yo'q. Mollar yo'q. Aybi Ek kurak aka. olib baqish kerak, faqat qarov kerak. Ek kurak. Bo'ylab 1.25 atrofida. Nech pul deymiz buni? Buni aka qo'yib beramiz aka uni. Jup qoralar jup etamiz. Bo'l. Bitta qo'yib beramiz. Bo'l. Yakkalakni ham kelishiladi aka. Hop. Kimlarga bunisi, kimlarga unisi ma'qul kelishi mumkin. Qora turaversin-a bunisi yechmay qo'yar. Turaversin aka. Bo'l. Soskalar joy-joyida. Butun aka. 1 litrdan suti ham bor hozir. Suti ham bor, sutdan qaytyapti, suti bor hozircha. Soat turaveradi. Nech pul deymiz ikkovsiga? Ikkoviga bir joyga bo'lsa 19 million so'mdan kami bor. Kam bor, ha? Kami bor. Kamini ayting. 5 Kamini million ayting. kami bor aka. 18,5 dan ketdi. 18 dan dastavkasi ichida. Dastavkada muammo yo'q. Bo'ldi. Ek kurak, to'l kurak. Bo'ldi. Bo'g'oziga 6 oydan anaqa. 6 oylikda. Bo'ldi. Aloqaga chiqishaveradi. Yana kichkintoylarga yetiliga bo'ylari 1 metr 1.5 atrofida mana bunaqalarimiz. Bir na o'rtada sal kattarog'iga pastda turibdi ekan. Jichcha chiqib. 1.5 dan chiqib olsa kerak. 1.5 ha. Oltoni ham bitta ko'rsatamiz. Bitta yetarlik. Bitta chiroyli narx aytamiz. Nomerlar qo'yamiz, opisiyaga yozib qo'yamiz nomerlarni. Aloqaga chiqaverasizlar. Shoshilarsiz. Hammasini kam bo'ladi hamisha. Savdosi bor aka. Savdosi sunnat. Bemalol. Ishqibozlar yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana. Joning sog' bo'ling. Postalarni ham bitta qo'ying. O'rtadagi zo'r ekan, o'rtadagi. Soskachalar joy-joyida turibdi. Qora soska ekan buniki. Bo'ylari 1.5 atrofida deyildi. Nech bilan deymiz? So'ng aka 10 million demaymiz, 9,5 dan ketdi bir joyga. 9,5 dan dastavkasi ichida. Dastavkasi vodiy bo'ylab ketdi. Bitta bomba qo'yadi. Bo'ldi ketdi 9 milliondan. 9 dan Shu bir joyga ketdi. bo'ldi. Yetib boradi, xudo xolasa. Yana xayri bor aka. Xayr savdosi bo'ladi yana. Savdosi bor. Bo'ylab 1.5 atrofida. Mana bu 1 metr, narigilar 1.5 aniq chiqadi. Mana shu 1 metr bo'lsa, bu aka 1.5 dan bemalol chiqadi. Molni ko'paytiray. Ishqibozlariga juda bir zo'r variant bo'ldi. 9 milliondan kami bo'ladi, savdosi bo'ladi. Mana. Zo'r. Bo'ladigan narsalar. Hammasi savdosi bo'ladi, akalar. Bemalol aloqaga chiqinglar. Videomizda 18 minut o'tib ketibdi. Lekin arziydigan video bo'ldi, lekin narxlar ham juda yaqin etildi. Zotlarga ham mana mesnarskiy valyutalar ham arzon qilib etildi. Xudo xolasa bo'g'ozga naq garantiya bo'ladi. Yeb ichish ham yo'q yaxshi, xudo xolasa. Zo'r aka. Nomerlar aytib qo'ying. 91lik 91lik 742 aha 1986. aloqaga chiqishaveradi. Bitta nomer hozircha. Bitta nomer bor. Bo'ldi. Telegram bormi? Bor aka. Bo'ldi. Telegramimiz bor. Aloqaga chiqinglar. Videomiz Uchko'rik tumani Boboshbek qishlog'idan bo'lyapti. Shoshilamiz dehqon akalarimiz. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Like, obuna esdan chiqmasin. Shu kabi videolarimiz ketma-ket qo'yib boramiz. Akalar sog' bo'lasizlar.